Assalomu alaykum, No'g'at Qo'ychi o'tgan anlatuvchilari. Hozir 15-iyun 2025 yil biz Botken shahrına geldik. Şol yerda 1985 qurollardan javob bo'yicha birlashuv Sen soy loyiha qo'yish komitasi hurmatli Qirg'iziston bo'yidan 85lar keldi. Ketdi 1000 ga chiqmoqlaydi ekan. 1000 ga o'tga tushishi mumkin, 1000 ta deb o'ylab o'tamiz. Qirg'iziston Jito'g'lasidan keldi, har yerdan. Hozir sanal minutlardan keyin javob otish demes bo'ladi. Undan keyin estafeta yuguruv churqamay bo'ladi. Baringizlarga Botken shahridan jalb salom aytmoqchiman. No'g'at Qo'ychi kanalida sizlarga xizmatingizga loyiq bosib kommentar yozib qo'yinglar. O'shaning birga bizga demoqchi bo'lgan No'g'at shahrina kompaniya bankdan qiz yigitlarni tering rozilik qilamiz. İşlerini ilgilib Allohimiz qo'llasini berishimiz. Doimo Bo'lsanızlar kompaniya bankdan Rossiya boshqa mamlakatlardan olsanızlar shu kompaniya bankka boraveringlar demoqchimiz. Viza karta jana elkat karta ochib beradi. No'g'at shahrida Daragi No'g'at shahri No'g'at shahrida Десятка урма, десятка. Gol bulası da taş. Давай! Делай, брат! Онга çıkart, onga. Böyle işler erdeme sülüyor, taşlar işte onga özgür. Atı atkanda dem almağına. Akal, İsmet'in öyle kapı sürmesi. Balдар atış başlatır. Tügüler laf olur. Razmika. İlk komşu sarayın yakmetme birze. Botken ichki ishlar xizmatkorlarini tering rozilik qilamiz. Qo'z qarab turadi. Askerlarni, janob xizmatkorlarini. Hurmatli tug'anlar, bizdan olsoy like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinchmizlar, omon bo'linglar. Hurmatli No'g'at Qo'ychi kanalining qatorchilari. Do'stlaringiz bilan bo'lishib, like bosib, kommentar yozib qo'yinglar.